Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali bundan qariyb 25 yil avval tashkil etilgan. Shundan buyon 24/7 rejimida faoliyat olib bormoqda. Markazga keladigan bemorlar o'z nomi bilan shoshilinch holatda olib kelinadi. Bugungi kunda 16 ta klinik va 3 ta reanimatsiya bo'limida bemorlarga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Davlatimiz rahbari belgilangan islohotlarimiz qanchalik to'g'ri bo'lmasin, tizim raqamlashtirilmasa kutilgan natijaga erisha olmaymiz deya ta'kidlagan edilar. Shu bois barcha sohalar qatori tibbiyot tizimida ham keng ko'lamli raqamlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filialida MEIS tizimi bilan DMET tizimi integratsiya qilingan holda faoliyat olib borilmoqda. 2026-yilning yanvar-fevral oylarida 12083 nafar bemor qabul qilingan bo'lib, ularning 3173 nafari statsionar sharoitda davolangan. Shu bilan birga elektron retsept orqali dori vositalarini elektron tayinlash tizimi ham yo'lga qo'yilgan. 2025-yilda viloyat bo'yicha 1338 ta dorixonaning 479 tasi mazkur tizimga qamrab olingan. Prezidentimizning 415-qarorlari bo'yicha raqamlashtirish jarayoni olib borilmoqda. Bizda IMES sistema bo'yicha ishlayapmiz. Shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaz Farg'ona filiali IMES sistema bilan ishlaydi. Bizga kelgan bemorlarni misol bir kunda 450 ta 500 ta kasal murojaat qiladigan bo'lsa, shundan 100 taga yaqini yotadi bemorlarda. Bular hammasi raqamlashtirish orqali, kompyuter orqali amalga oshirilyapti. Bizga har xil sharoitda bemorlar keladi. Kuchli og'riq bo'lganda, og'ir holatlarda kelgan bemorlarning yonida dokumentlari bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun shularda hammasini biz kelganda elektron sistemada, IMES sistemasida kirgizamiz. Keyinchalik bu bemorlarni yotqizganimizdan keyin, gospitalizatsiya qilganimizdan keyin dokumentlarni olib kelib, ID kartalarini olib kelib, ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Shu kuni biz angiografiya bo'limi faoliyati bilan ham tanishdik. Bo'limda yuqori malakali jarrohlar, operatsion hamshiralar va boshqa mutaxassislar faoliyat yuritadi. Ular bemorlar hayoti uchun mas'ul bo'lib, amaliyotning har bir bosqichiga puxta tayyorgarlik ko'radilar. Bu yerda har kuni og'ir va murakkab operatsiyalar amalga oshiriladi. Birgina 2025-yilda 2000 nafar bemorda angiografiya amaliyoti o'tkazilgan. Hozirgi kunda bizda shunaqangi bir texnologiya, ya'ni shunaqangi bir sistema joriy etilganki, bizni ya'ni shahar markazimizga atrofdagi periferiyadagi tez tibbiy shoshilinch bizning subfiliallarimiz bog'langan. Ya'niki biz onlayn tarzda har bir bemor, ya'niki Oltiariq, Rishton, Marg'ilonga tushgan bemorlarda holatdan biz xabardor bo'lib turamiz. Ya'ni ular bizga elektron ravishda har bir bemor ma'lumot tashab turadi. Agar yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti kerak bo'lsa, shoshilinch holatda biz o'zimiz markazimizga 10-15 daqiqada o'tkazamiz. O'tkazib bu bemorga yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatiladi. Tizimni sun'iy intellektdan foydalanamiz. Ayniqsa bosh miya qon aylanish buzilishi, ya'ni insultlarda, ishemik insultda hozir bizda ya'ni MSKT apparatimizga sun'iy intellekt o'rnatilgan. Insult boshlanishi bilan bemor bizga murojaat qilsa, biz bemorni MSKT qilamiz. Bu sun'iy intellekt bizga nima yordam beradi? Ya'ni insult qancha vaqt davomida davom etyapti, qaysi payt boshlangan, necha soat bo'ldi. Ya'ni biz hozir tibbiy yordam, ya'ni jarrohlik yo'li bilan biz bu bemorga yordam bera olamizmi yo bera olmaymizmi? Mana shu butun hamma hisob-kitob sun'iy intellekt bizga hisoblab beradi. Va sun'iy intellektdan biz juda ham aktiv foydalanamiz. Zamonaviy tibbiyotda tezkorlik va aniqlik muhim omil sanaladi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filialida raqamlashtirish jarayonlarining joriy etilishi bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yanada oshirish, vaqtni tejash va davolash jarayonini shaffof tashkil etishga xizmat qilmoqda.